kuzatib oluvchilari mana mahsulotlarni quyilish jarayoniga kelyapti. Omada ishlash jarayoni misoliga mana обучениеga akalarimiz o'rganyapti, o'rganib oladi. Tez orada akalarimiz Gold Clinker filialini ochishadi, bemalol kelaverasizlar. Mana ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan qolipimiz 5-4-sezon ishlayapti. O'z holatini yo'qotmagan, yangi forma qanday bo'lsa shu holatda qilgan. Mahsulotlar quyilish jarayonlari shu holatda bo'ladi. Mana yaqinroqlar ko'rsatib o'tamiz. Bu mahsulotlar quyilishda qanaqa topshiriladi aksiyalarimizga ko'rsatib o'tamiz. Bugun ishxonani o'zidan showroomlarsiz sizlarga ko'rsatib o'tishni bir niyat qildik. Mana hozirgi kunda trendga kelayotgan yana bitta rangimiz mana yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Sifatlari yuqori darajada chiqyapti bularni ham. Korishniy, juda ko'pchilik savollar ko'p. Klientlarimiz juda ham qiziqish ko'p bo'layotgan toshimizdan biri. Usti korishniga обрисовочный g'isht holatiga ishlab berganmiz. Buni ham bitta akamizning kottejiga qo'yib beryapmiz. Gold Clinker korxonasiga kelinglar, xudo xolisa bu yerda 50 dan oshiq variantdagi tosh qoliplarni olib ishlab chiqarishni o'rganib ketsanglar bo'ladi. Sizlarni korxonamizga kutib qolamiz.